Fayzli xonadondan kelganmiz. Original bo'lgan fabrichniy Xitoy mebel olganmiz. Juda kattagina, ikkita svetili, xudo xolisa bonusga beriladi. Kravati bosh tarafi natural kojadan qilingan. Holatlari cho'kki turibdi. Xudo xolisa ikki tumbuchka ustida ham polmashni shisha kesib ustiga qo'yganlar, чтобы sarapina bo'lmasligi uchun, qirilmasligi hisobiga. Shifonier ham kattagina, 3 metr, mana ko'rsataman. Juda chiroyli rang, yana sutishning juda приятный rang. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana tumbuchkaning ustida ikkalasida ham xuddi shunaqa. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana sistema zo'r. Matras selofan ortoped turibdi. Trimo ham go'zalligi o'z bilan ajralib turadi. Trimo ustida ham ko'rsataman, shishalar qo'yilgan. Qirilmasin maqsadida mana shunday chiroyli shishadan qilingan. Shishaning qalinligi 1 sm. Only deyiladi narsa. Xudo xolisa nomerlarimiz bor. Bemalol telefonga so'rasanglar bo'ladi. Juda chiroyli mahsulot. Bu mebelni kuzatishda davom etamiz. Kiradi oyoqdan ham ko'rsataman. Juda chiroyli turibdi. Salomat bo'lamiz.